22 bilet. 22 bilet. Ekranga ikkitadan qo'yamiz, layklar bosib turamiz, azizlar. 22 bilet. ₹5000. Tabriklaymiz. 5000 rubl. 22 biletga 5000 rubl yutuq chiqdi. 5000 rubl. 5000 rubl egasini hozir aniqlaymiz. Aziz obunachilar. Ekranga bitta layklardan bosib turamiz. ₹5000 rubl. Xo'p. 5000 rubl egasiga qo'ng'iroq qilamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Akajon, siz Muhammad Chesni kanalidan bezovta qilyapmiz. O'yinimizga bilet olgan ekansiz akajon, o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Ismingiz nima, nechinchi yilsiz, qayerdansiz? Ismim Abbos aka, 2003. Farg'onada. Farg'onada 2003-yilsiz. Ismingiz Abbos aka. Ismim Abbos, 2003-yil. Akajon, o'yinimizga nechta bilet oluvdingiz? 4 tala oldim aka. Necha bilet oluvdingiz? 22 bilet oldim aka. 22 bilet sizni biletingiz, ha? Qayerdasiz aka hozir? Hozir aka Moskvadaman. Moskva. Nima ishlar qilyapsiz? Nima ishlar bilan bandsiz? Stroykada. Dadangizlar bilan kelgansiz, ha, Moskvaga. Ishlar qanday bo'lyapti? Yaxshimi axir? Qiyinchilik olmayaptimi? Aka o'ziga yarasha. Ha, yaxshi. Qachon endi O'zbekistonga qaytamiz? Nasibsa 2-yilda. O'yinimizda ishtirok etibsiz. Nimani ko'zlab biletga pul tashagandingiz? Qaysi yutuqni mo'ljalga olib biletga pul tashagandingiz? Balki insonda xohish bo'ladi-ku, mana shu yutuqni yutamidi deb. Svязь yo'q menimcha sizda? Ovozim boryaptimi sizga? Ovozim boryaptimi akajon? Xo'p, akajon, qisqaroq qilaman. Bu yerda aziz obunachilar ham kutib turibdi. Xo'p. O'yinimizga qanday qo'shilib qoldingiz akajon? Menga prosta qiziqdi shu narsa. Shunga yolg'iz gapirsangiz. Kanalimizni qayerdan topdingiz? Muhammad Chesni kanalini. O'sha YouTube kanalidan ko'rib o'tdim. YouTube kanalidan. Gap yo'q aka, joningiz sog' bo'lsin. Ishonarli ekanmi Muhammad Chesni kanali? Ishondingizmi? Aka, ishonarli ekan, YouTubedan boshlanib ishonmadim. Gap yo'q aka. Gap yo'q aka. 5000 rubl yutdingiz akajon. Muhammad Chesni kanalidan 22-biletingizga 5000 rubl chiqdi. Tabriklayman akajon. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Tabrik. Obunachilarga ikki og'iz gapingiz gapirib qo'ysangiz, yutganlar bor, yutkizganlar bor. Ona ko'ringlar, ishonch ekan, men ham boshida ishonmadim. Rahmat. Men omad keldi, yutib qoldim. Rahmat ishonchingiz uchun. Ishonchingiz uchun kattakon rahmat aytib qolamiz. Muhammad Chesni jamoasi yutuqlaringizni karta raqamlaringizga tashlab beramiz. Akajon, svязda bo'lasiz. Qo'ng'iroq qilamiz. Rahmat. Xo'p akajon, mayli. Mana aziz obunachilar,
5000 rubl sohibini aniqladik. Abbos akamiz ekan, Farg'ona viloyatidan ekan akalar. 22-biletiga 5000 rubl yutib oldilar. Qolgan obunachilarimizga ham yaxshi katta yutuqlar chiqishini tilakdoshiman aziz obunachilar. Ekranga ikkita urib, layklarni bosib turamiz aziz obunachilar. Addeshgan ayamaymiz. Xudo xolasa hali oldinda yana 10000 rubllik, yana 5000 rubllik, yana 3000 rubllik, mayli rubllik yutuqlarimiz bor aziz obunachilar. Qani bo'lmasa biz davom etamiz.